1943-yili 2 ayning 14-kuni Londondagi Viktoriya vokzali. Bir jup yosh ayol hayotidagi eng azobliq ayrilishni boshdan kechirib 25 yoshli Karolin Tomasning ko'zlari yig'idan qizirib ketgan bo'lib, odatda nayt ochiq yo'ruq yumoristik ko'rinadigan Nik Tomasmi bugun bo'lakchilar jimib ketgan edi. Vokzal ichini xo'shlashqani chiqqan kishilarning yig'i ovozlari va baxit tilash ovozlari bir olgan bo'lsa-mu, lekin Karolinning nisbatan butun dunyo tip-tinish bo'lib qolgan edi. U faqat laxti bo'lib parchalanib ketgan yuragining ovozini anglay olaydi. Bugun asli ularning to'y xotiri kuni bo'lib, bugun kunlikda ular hayotidagi eng go'zal aslimlarni qoldirsa bo'ladi, lekin rahimsiz urush ularning bu shirin xiyollarini barbod qilyapti. Nik Tomas ayoli Karolinni chin quchoqlab turib uningga: "Men sizga va'da beray, kelar yili mushu vaqtda, mushu vokzalda men sizning oldingizda paydo bo'laman" dedi. Bu va'da Karolinni yerim asrlik kutish rivoyatining bosh qahramoniga aylantirib qo'ydiganligini hech kim o'ylab baxmagan edi. Nik tarixning quyuq tumanlari ichida g'oyib bo'ldi. Karolinning dunyosi o'zgardi. Uning hayoti Nikni kutish bilan o'tishga boshladi. U hatto uydagi kalendarlarning hammani jiddivatdi. Kalendarlarning vaqtini 2 ayning 14-kuniga, soatni 2 ayning 14-kuniga tushdan keyin soat 3ga to'g'rilab qo'ydi. Vaqt uning uchun xuddi 2 ayning 14-kundagi soat 3ga to'g'rinib qolgandekla edi. Karolinning hayotidagi eng cho'ng xushaligi oldingi saptiki yo'ldishdan kelgan xatni o'qish edi. Nik xatida o'zining nayti sog'-salomat xotirjam turayotganligini, bu yerdagi kashki shapaqning intayin go'zal ekanligini, lekin Karolin yo'q bu hayotning uningga ma'nisiz ekanligini to'xtamay tasvirlab yozib turadi. Hamda o'zini cho'qim 1944-yili 2 ayning 14-kuni vokzal supsida saqlab turishi kerakligini eskartib turadi. Lekin 1943-yili 9-oydan tortib Nikdan kelgan xatchaklar uzilib qoldi. Karolin munosabatli organlarga berib surishti qilganda ular Nikning vazifa ijro qilgani chiqib yo'qab ketganligi, uning o'lganligini yoki tirikligini bularningki bilmaydiganligi haqidagi so'goq javobga erishdi. Lekin Karolin Nik menga va'da bergan, u cho'qim hayot qaytib keldi deb o'z fikrida jahillarcha ching turdi. 1944-yili 2 ayning 14-kuni Viktoriya vokzalining 3-numurliq vokzal supsida intayin chiroyli ko'ylak kiygan va qo'lida bir dast qizilgul ko'targan Karolin paydo bo'ldi. U toki tong sahardan atsi sahargacha Nikni kutdi, lekin Nikning qarisimi ko'rinmadi. Nik qaytib kelmadi. Karolin 3-numurliq vokzal supsidagi uzun o'rindiqda midir-sidir qilmay o'ltiradi. Poyezd stansiyasidagi barliq xizmatchilar uningdan intayin ta'sirlandi. Tozliq ishchisi buvay Karolin qarab: "Qizim, Nik qaytib keladi, lekin vaqt to'shmadi" dedi. Shuningdan e'tiboran Karolin har yili 2 ayning 14-kuni Nik eng yaxshi ko'radigan ko'k rangli ko'ynagini kiyib, bir dast qizilgulni ko'tarib 3-numurliq vokzal supsida paydo bo'ladigan bo'ldi. Mayli yomg'ir yog'sin, bo'ron chiqsin, salomatlik ahvoli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar Karolin dal vaqtida vokzal supsida paydo bo'ladi. Atrofdagi kishilar dastlabda uni sarang bo'lib qolgan o'xshaydi, o'likni saqlayotgan hamoqat xotin deb masxara qilishdi. Karolin buni anglamasga silib, Nik cho'qim qaytib keladi deydigan aqida bilan kutishni davomlashtiraverdi. 1950-yili Karolinni 7 yil saqlagan Yohan Karolinga to'y taklifi qo'ydi va uningga: "Siz texi yosh, hayotingizni isrof qilyapman" dedi. Karolin chiroyliqcha: "Men to'y qilgan ayol, Nik cho'qim qaytib keladi, kechiring" deb uning to'y taklifini rad qildi. 1960-yili Karolinning opasining kesli eg'irlashib, sakratga tushgan vaqtida qizining qo'lini tutib: "Qizim, men o'tinib qolay, Nikni saqlamag'in. Agar u hayot bo'lgan bo'lsa, cho'qim qaytib keladi, seni bunchalik saqlatmaydi" dedi. Karolin yig'lab turib: "Ana, men uni saqlashga va'da bergan, va'damga xilof qilsam bo'lmaydi" dedi. 1970-yili poyezd stansiyasini o'zgartirib qurish 3-numurliq vokzal supsini chiqib etish xabarini anglagan Karolin poyezd stansiyasiga xat yozib, o'zining va'dasiga xiloflik qilmasligi uchun poyezd stansiyasining 3-numurliq vokzal supsini saqlab qolishni o'tindi. Bu hikoya jamiyatga e'lon qilingandan keyin nurg'un kishilar ta'sirlandi. Bekat eng oxirida yiliqi vokzal supsini saqlab qoldi.
1980-yili 57 yoshli Karolinning chochlari oqirib ketgan bo'lsa-mu, lekin u yanada har yili dal vaqtida vokzal supsida paydo bo'ladi. Bu chaqda u vokzaldagi rivoyatli shaxsga aylanib qolgan edi. 1990-yili Bekat Karolin uchun bir xotira taxtasi ta'sis qilib berdi. Xotira taxtning to'piga muhabbatga ishonadigan odamlarga taqdim degan so'z yozilgan edi. Karolin bu bekat supsida to'p-to'g'ri 47 yil saqladi. 1993-yili 2-oyning 14-kuni Karolin saqlayotgan 50-yili edi. 70 yoshlik bu ayol chaqliq o'rindiqda o'ltirib, vokzal supsiga ilib kelingan bo'lib, uning ko'zlari to'rilishib qolgan bo'lsa-mu, lekin yanala poyezddan tushgan har bir odamga diqqat bilan qaraydi. Dal mushu vaqtda mo'jiz yuz berdi. Bir buvay asta-asta g'az tutgan holatda Karolin tarafga qarab kelmoqda edi. Uning chochlari butunlay oqirib, yuzlarini qo'riq besib ketgan bo'lsa-mu, ammo oshu bir jup ko'zi Karolinning mangu xato tunimganligini isbotlab turadi. Karolin, men qaytib keldim. Buvay o'ksib yig'lab ketdi. Karolin bir necha sekund hang veqib turib, kayindan itilib yig'ladi va "Nik, bu rostila sizmi?" deb vaqirdi. Asli Nik vazifa ijro qilayotganda og'ir yaralanib doktorxonaga opirilgandan keyin butunlay xotirasini yo'qotgan bo'lib, u Amerikaga sargandan bo'lib ketib qolgan. 1990-yildan tortib uning xotirasi asta-asta asli kelishga boshlagan va 3 yil ichida o'zining ayolini esiga olgan hamda yurtiga qaytadigan yo'lni asliyalagandan keyin qaytib kelgan edi. U ayolining yuzini silab turib, "Karolin, kechiring, men kechikib qoldim" dedi. Karolin öksüp yığılab turib, "Yo'q, siz va'dangizni tura oldingiz, siz qila oldingiz" dedi. Shu kuni Viktoriya bektidagi barliq kishilar bu 50 yillik muhabbatning shohidi bo'ldi. 2-yili bu yashangan ayol jimjit holatda bir-birining qo'lini tutishgan holatda bu dunyodan xo'shlashdi. Qabr teshiga kechikishga bo'ladi, lekin mangu kelmasligi bo'lmaydi degan so'zlar o'yilgan edi. Bugungi kunda Angliyaning London Viktoriya bektidagi 3-nomerlik vokzalda shu xotira supsi tiklaglik bo'lib, har yili 2-oyning 14-kuni sonsizlagan oshiq ma'shuqlar bu yerga kelib, nimaning haqiqiy muhabbat ekanligini qaytadan his qilishadi.